Ko'pchilik so'rashadi, yoshlarning orasida ham o'limni ko'payib ketdi, aka deyishadi. Endi yoshlarning orasida ham o'lim ko'p, sababi yarmidan ko'pi qandli diabet, yurak ishemik kasalligi, bir insulin sabab bo'lyapti-da. Endi bu kasallikni kelib chiqishi faqat siqilishdan bo'lyapti. Endi siqilish nimaga bo'lyapti? Ishi sal o'xshamasa, boshqa bo'lmasa, odamlar xuddi hamma narsa bitta uni boshiga tushgandek bir qabul qilyapti-da. Bunaqa qilish kerak emas. Ras sizning ishingiz o'xshamadimi? Xudo xolasa oddiy kira qilib bo'lsa ham bolalaringizni o'qitishni payiga tushishingiz kerak. Alloh sizga bermadimi? Bolalaringizga bersin inshaalloh. Shuning uchun bir dunyo mana qaranglar, mana qancha yotibdi shu yerda, ocham, to'qam, qanchadan qancha oddiy ishni ishlab ketgan, lekin bolalari hozirgi kunda o'qiganligi katta lavozimda ishlaganlar bor-da. O'zimiz ham qanchasini ko'ramiz, bolalari katta lavozimdor, lekin o'zi hayotda oddiy bir haydovchimidi, dehqonmidi, hunarmand bo'lganda. Endi shuning uchun arzimaydi bu siqilishlar, bir pul uchun, boshqa uchun siqilishlar arzimaydi. Baribir tashab ketamiz. Sizni bolalaringizga tashab ketargan eng yaxshi merosingiz bu ularni ilmli qilish. Bo'ldi, boshiga hech narsa, u siz yengil hayot qilib berib zo'r qilganingiz bilan baribir bolalar ertaga bu narsani siz tanimagan, siz ko'rmagan nevaralaringiz parokanda qilib tashlashi mumkin. Shuning uchun ularga ilm berishga harakat qilishimiz kerak. Bo'ldi, boshiga hech narsa yo'q, yo'limiz shu.